Barchalarga salom do'stlar, sizlar bilan Roblox kanali. Bugungi videoda mana shu pizza qilib sotish o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Albatta oldinglarga yeb ichgan narsalar olib kelinglar. Biz videoga ketdik. Hop, men sal kuchayib qo'ydim chunki tushunish ancha qiyin ekan. Mayda pizzani olib qo'yamiz, yana olamiz, qo'yamiz. Короче, mana shunday ekan. Va biz $500 yig'ishimiz kerak yoki $150 yig'ib bitta qiladigan yig'ishimiz kerak. Man qaranglar, uxlab qolgan-a, qaranglar. O'lib. Hop, endi qaranglar. Hop, maytgan yerni tashlaymiz, shunaqa tashlashimiz kerak, keyin oxirida pizza tayyor bo'lar ekan. O'sha pizzani sotib, ko'proq pul yig'ib, biznesmen bo'lib ketishimiz kerak ekan. Albatta, like bosib, obuna bo'lib tashinglar. 150 ta bo'lishimizga ham 20-30 tacha odamlar qoldi. Tez like bosib, obuna bo'lib tashlaysizlar, men ko'proq motivatsiya olish ko'p video qo'yardim. Mayda olov bilan yoqib yurar ekan, ko'rishdan mumkin tekslar ekan, ketchup qo'yar ekan, ustiga sir separ ekan, keyin oxirida men olov bilan yoqar ekanman. Kuyish o'rniga lekin kuymas ekan. Hop, mayda cho'pda bizga nimadir deyapti, lekin hozirgidek bam. Albatta eski videolarga ham like bosib, obuna bo'lib tashinglar. Yangi chiqayotgan, eski chiqayotgan videolarga. Agar o'yinning nomiga qiziqsanglar, o'yin nomi описаниеda bo'ladi. Описаниеga kirib mazza qilib o'ynashinglar mumkin. Va bizda $160 pulimiz bor. Mamnun bo'lamiz. Qaranglar, yana bitta. Ha, tovuq bilan basharasiga to'g'rayapti o'zi. Endi biz просто marka pizza tashab tursak bo'ldi. No, menimcha men bu $500 axir mana buni shunday holatda keladi. No, shu bilan avtomatik bo'ladi bizniki obunachilar. Tez obuna bo'lib like bosib tashlasanglar 150 ta bo'lardi, keyin ancha zo'r bo'lardi. Bizda normal bir pizza tayyor. Qulama, qoq. Qulash mumkin emas bizda. Men senlarni pulga sotganman. Hop, mayda qandaydir kompyuterlar kuchaytirsa bo'lar ekan. Hop. $100 $200 ga qandaydir kirga bersalar, uxlama, itti-beti ishlasam. Hop. Mayda olib kelamiz, boramiz, olib kelamiz. Shunga $500 qo'ysak, shu bilan pulni avtomatik bo'ladi. Bitta sotuvchi ham bo'lsa, ajoyib va g'aroyib bo'ladi. Mayda rebets bor ekan, rebetsda 1.5x keyin bir bolalar, bir-biriga ko'payar ekan. Bilasizlar, rebets nima qilib shuni uxlama, itti-beti uxlama. İşte makyana qo'yamiz, qo'yamiz. Yan qaralagan o'qiladi, nima bu? Qo'ylarimi bu? Ataylik. Ko'p mayda $146-154 pulimiz yig'ilib ketdi. Va bitta o'rtog'imizga sotamiz. $77 qo'shib berdi. Va mayda 40 ta pizza soting, mayda opa yangi fabrikalar ochildi o'sha bizda. Hozir biz planetamizga bo'ldi. Davay, uxlamaydi deb aytaman, shu birinchida turib yomon ko'p uxlayapti, ko'rib. Mayda bir bolalar qo'yib 2022, 2023, 24, 25, 26-yillar. Hozir esa 26-yil. Uxlamang. Chapatlab tashlayman. Hop, $100 ga olaylikchi. Opa. Nima qilamiz? $100 olganmiz. Qani ko'raylikchi nima qilishini. Hokam ham son deyapti. Va bizga bu nima berdi? Opa, pul berdi. Yaxshi. Avtomatik pul berib turadi. Endi biz pizza tashlaymiz. Tezroq pizza tashlasak, ko'p pizza ko'p sotsak, zo'r bo'lib boy ketamiz. Milliarder, billioner, quadrillion.
man qarab. Faqat uxlash o'rniga bo'ladi. Bo'ladi. Hem $500 yoksa $100 bo'ladi. Niko Dudekga sotamiz. $300 pulimiz bor. Hozir yana $200 yoqsak avtomatik o'tib qo'ygan bo'ladi. Bir poq urib turadigan bo'lsa-da bir kallasiga shop qo'yadi. 250 100 mingga bu anavi pul berib turadi. Urib turadigan. O'zi picha ma'lum lag'mon tashib o'zir ketdi. Xotiz olganlar. O'qulaman deb birdan 3 ta cho'qaloq oladi. Tug'mami bular? Bunday qilmaylar, iltimos. Pizzadan qaranglar, shuncha pizza bor, kim oladi? Men pizza sotib boyib ketaman. Agar ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar 15 like beringlar, 15 like qilsanglar ikkinchi qismini chiqaramiz. Uy, saqollar. $250. Va bizda voy, kim edi bu? Punch aka. Onni ma'muriga qarab turamiz endi. Urib kallasiga berib tursak. Hop, auto sel. Hop, auto sel $100 turar ekan. Hop, mana normal ishlayapti. Bo'ladi, keladi. Yo'q, men ham yordam beraversin, vashshe bo'ladi. Udar bo'ladi, men yordam beraman. Va bizda $72 bor. Hozir $250 yoqsak, sotuvchi yoki-da ular men pizzani sevaman. Hop, mayda ko'rishlar mumkin. $19.19. Короче, meni pizza xonasi. Çok bu kimligini bilasizlar. Grova Garden egasi men bu seni pizza beray. Opa. Bizda mana shuni olib sotsak va bizda $314 pulimiz ketdi va opa kim edi bu? Kallasiga solib bor edi bizda. Hozir $550 maktab bir bor olishimiz kerak ekan. 250 deb deyapti. Mana 400. No, bu videoni albatta ikkinchi qismi chiqishi kerak, chunki bu vashshi uzun cho'ziladigan o'yin. Urib turgan. Yana tez tashlasak. Zo'r bo'ladi. Amra tezroq ishlasa bo'lmaydimi? Vale, bo'ldi. Hop, mototsikl olsak bo'lar ekan. 20 minutga bir bola bor ekan. Autosel. Yana bir bola qilishimiz kerak. Autosel keyin Короче, mate $112 yig'ilibdi. Hammasini olib beraman. Mate maniga sotamiz. Mate albatta to'pliklar bor ekan. Qidilyon. Bir bola. To'p va 16 million to'p. Bir bola bo'ldi bizda. Hop, mate nimalar bor ekan? Mehmonlar, bir bolalar. Hop, shopda har doimgidek nimalar deyapti. Mayda $70 pulimiz yo'q. Va bizda endi ancha tezroq kuchayamiz. Menimcha ular tezligi oshdi.
menga ancha tezroq pizza qiladi, o'ylashimcha. Shunaqa bo'lsa kerak, yozib ko'ramiz. Qotib qoldi. Negadir qaytadan kirgizib yubordi. Narslarim shu yerda. Hop, skilllar almashdi. Nimaga bular? Nimagadir o'zidan o'zi olib bordi. O'yinning nomi qadimgi описаниеda bo'ladi. Ikkinchi qismini tezroq chiqishini xohlasanglar 15 dollar yig'ib bersanglar, sразу ikkinchi qismini chiqarib qo'yaman YouTube kanaliga. Nima o'tib? Telefon qiziganga bo'lsa kerak. 25 million deyapti. Hop, nima edi bu? Serial ko'ramizmi? Albatta, like bosib olib tashlaylar, u ana serial. Ovoz eshitib ko'rishlar mumkin, davay. Hop, bitta ayligan deyapti. Faqat oldin. Jamganmi bo'lib? Obunachilar. Jamganmi? Menga pizzam yomonmi bo'ldi? Aydanman. Men yotibman qarchi. Oppa. Pizza xona. O, pizza. Azebet pizza. Faqat opsion pizza. Meni pizza xonam. Hop, urush. Nima? Xuddi ham kino joyi ekan. Degan bo'lsa bo'ladi. Nimaga qilmayman? Pizza musulli. O'zingizdan musulli. Bombosh bo'lgandan keyin pulingiz o'tadi. To'g'rimi obunachilar? Menga pizzam eng zo'r. Nima deyapti bu? Yo'naligi nomer 1 pizza. Ko'rasiz, sakra 19 dollar pilushka beryapti. Ko'ryapsizmi obunachilar? Hop, yangicha pizza sotamiz hozir. Menimcha to'xtada bitta tayyorlab qo'yishlar. Hop, qamish o'sha. Hop, ketchup. Hop, ziravor. Yani ustidan yo'qyapti. Va 56 dollar bir donasi. Bir donasi 56 dollar. Undan endi o'zim sekin mayda 56 bir dona pizza. Men kelib beradi. O'zingizmi shu? Kelib beradi. Musur deyapti, bo'lar. To'xtadim. Bu mana bu. Ko'ryapsizmi? Musur emas bizga pizza. Hop, endi men yerga zo'r narsa qilamiz. Ko'p yig'amizda sotamiz. Oltin pizza, qaranglar. Cho'p oltin narxi davlatda. Uy, golden bo'ldimi? Ketchup sezilmadi lekin. Ziravor ham sezilmadi. Chunki bu oltindan pizza, bu hech kimda yo'q. 168 dollar. Xo'p, normalni kuchaytiradi. Bo'layotganda bu videoni albatta million foiz bilan ikkinchi qismi chiqish kerak va 15 ta like bersanglar ikkinchi qismini albatta chiqaraman. Va o'zi bizda pizzalar qolmadi. Mayda buni qilamiz, keladi, qilamiz buni ham. Nimani ko'ramiz, mayda ketchup qo'yamiz. Va ziravor sepamiz, mayda olovni yo'qamiz. Kuyib ketish kerak edi, mayda. Foydada daromad bilmayman, hech kim aytmaydi. Kuymaydi, toza pizza, hech kim yo'q pizza. Hop, mayda olamizda. Men qo'limda bir nechadir pizza bor. Boya aytganimdek, o'yin nomi описаниеda bo'ladi. I love you pizza 168 dollar qo'shib beradi, yaxshi. Hop, va biz 300 dollar to'lib qoldi bu joy. Aytdim, boshida joy to'lib qoldi.
Endi buni olib $300 plyusga ishlayveramiz. Va mana $338 ровно ham berasanmi gaday? $500 nima qiladi bu? Pul beradi-ku bu yana. Qancha pul berar ekan har bitta to'lishiga? Xo'p, bu hozir ko'ramiz. Qaranglar, qani. $60 berar ekan har bitta to'lishiga. Yaxshi. Va 3K pulga, mana 3K pulga avtomatik ijod qilib qo'ygan. Qilib bo'lar ekan mana bu. Biratda 00 ading. 00 ading. Bizda to'lib qoldi. Albatta like boshqa obuna qilinglar. Minecraft video ham chiqarish kerak, lekin vaqt bo'lmayapti. Minecraft qo'tyapti, bitta video qilib ko'rdim. No, video chiqaramizmi yo'q? Resurs paklar bilan zo'r qilib beraman. Agar Minecraft video deysizlar, chatga yozinglar. Chat deb kommentariyaga yozinglar, uzoq yozsanglar men ko'rib qilaman qanaqa video deysizlar. Agar birorta yaxshi o'yin bo'lsa, o'sha o'yin nomini yozinglar, o'sha video chiqaveradi. O'zimni bilan o'raman. Va bizda manoni yotamiz, keyin manoni yotamiz. Ustiga qo'shib qo'yamiz. Ustiga qo'shib qo'ydik. Bir kaplimiz bor bizda. Xo'p. Maytda yana bitta qilib olamiz. Yana bir keyga. Maytga qo'yamiz. Ularni qo'yamiz. Maytdan yana qo'lamizda. Keyin yana bitta qo'yamiz. Bunday olib, qo'yib. Keyin olamiz yana bitta, yana qo'yamiz. Keyin to'ladi, keyin maytni o'zimiz ishlaymiz. Nima deysizlar, hamma o'z ishlaydi, boshidan o'ylab keyin boyib ketgandan keyin ishchilar olib, ko'tarilib, millioner bo'lib, zo'r ketadi. Kim bo'lgan? Menga aytinglar, kim kirishi bilan kuchayib ketgan? Qaysi Superman? Shunday kirgan kuchayib ketgan kim? Hech kim yo'q. Noto'g'ri endi bo'lishi mumkin edi. Shunday kirib biladi, 250 pulda bu kuchlarni qilish mumkin. Lekin o'shanda ham sal sekinroq bo'ldi desam, Roblox bilan bari ancha kuchayadi. Ancha man qaranglar, shu yerda nimalar bor. Ma pizza 15,000 shil 3 soat turib olmaydi. Shunday marta hamma ishchilar olsa, masalan, marta 2xlar olsa, bitta kuchayib ketishi mumkin endi. Lekin biz Roblox kim kuchaygan? Shuni ko'rib kuchayib ketadi. Hech kim bunday qilmaydi. Hatta $200 beribdi. Bor 3 kapulga bitta pizza olib kelib qo'yamizmi? Olmaysizlar. Bir kapulimiz bor o'zi. Yaxshi. O'pmaydi. Endi jichishlaymiz, mana bu yo'g'iladi, ya'ni bo'ladi shunday. 3 ga yig'ib videoni to'xtatsak ham bo'ladi, bemalol. Albatta har doimgidek ikkinchi qismgacha kuchayib qo'yaman bu o'yinchamizni. Ancha kuchaygan bo'laman. Hem maza qilib yana Xo'p, men pizza tashiymiz. Xamir pizza emas, xamirdan ketchup qo'yib, bunday qilib, ustiga bir bola sepib, pizza qo'yib bir yarim soat olaylik bo'lar. Davay, qani olamiz. Hamma taqsimot qo'lib. Xo'p, 2 ikimiz 3 ga olishimiz kerak. Har doimgidek obuna tashinglar. Mana pizzasizlarga tekin beraman bitta pizza. Mana oladi. Xo'p, maytda yana yig'ilib qolibdi, hozir yig'iladi. Bitta to'ldi, 19 ta bola olamiz. Bo'ldi shuni. Bitta oldim. Mana bitta pizzasini tekinga beraman. Yoz qo'ygan.
yani ular ham o'yin joyi ancha yaxshi ekan. Bemalol opisiyaga kirib o'yinni nomini olib mazza qilib o'ynashdan mumkin. Hop, maytda xamir tashlab tursak ancha foydaga keladi. Chunki hamma narsa avtomatik bo'ldi. Bitta shu xamir tashlab turib avtomatik bo'lsa zo'r bo'ladi. Uchga yig'ishimiz kerak. 2 minutgacha uchkalarga qo'yamiz. Voy, mana ular qoladi qanchalik. Obunachilar. Biz uxlamayapti deyapti. Aman bu. Uxlamasa bo'ldi. Mana shu to'g'ri 3 kop kelib olishim mumkin. 2 kop kesam bo'ldi ekan. O'zidan. Avtomatik ichida shu bo'ldi. 2 kop kesam bo'ldi. Bir kop bor desak. Yo'qlab olganimiz qo'yadi. Kallarga tovoq bilan urib turgan. Majburlab ketadi. Hop, endi qaranglar, video qisqa bo'lishi uchun bilasizlar, har doim 22 minut, 23, 24 yarim soatchalik video olaman. O'shuning uchun hop, video ko'payib ketmasligi uchun 3 ga yig'ilgunimgacha ishda o'ynayman endi. Videoda pauza qilib, qani ketdik. Va mana obunachilar aytdagi matni oxiri to'lib qoldiki, maytdagini shunday olib mana kim qarayapti. Qaysi birini qarayotgan? Men ikkiga kim qaysi birini nimaga turg'izmading, turg'izadigan. Nega ishlamayapti? Va bizda avtomatik qiluvchi bor, endi men turg'izib turibman. Turma deb qarab to'plaman. Bu ark qattiq vashi durizamdagi chiqyapti faqat. 200 pizza sotib qo'yibmiz. Mana buni olamiz, buni olamiz. Buni olamiz. Bugungi qismda, ikkinchi qismda mana buni olib, bu yangi xona ochamiz. Hop, uxlab. Qaranglar. Orqadan poq beryapti o'zi ham. Hop, jumlaniyatda normalniy ishga ketyapti. Yaxshi, mana ishlayapti, kelyapti sekin-sekin. Bir marta kompyuterda ish kelgan. Bir kabulda qara. Lekin Robloxli narsalar ancha-muncha ko'p ekan. Roblox bilan kuchayadigan o'yinchami deyman. Hop, maytni sotamiz yana. PK. Kompyuter o'tirib oladi. Hop, uxlamaganman bular. Bo'ldi, men olamiz, sotamiz, keyin birgaga men bular bir bola qandadir olaman. Endi mana sekin videoni tugatagan bo'ladi. I love you pizza. I love you pizza deganini sochish kerak. Ko'p qo'shib berar ekan. Albatta o'yinni nomini desangda bo'ladi va maytda birga kuchaytirdik. Hammaga xayr, sizlarga mamishdan qaranglar. Davay. Hammalarga xayr, sizlar bilan Roblox kanali bo'ldi. Bugungi videoda mana shu o'yinchani o'ynab normallik qo'ldan kelgancha kuchayishga harakat qildim deb o'ylayman. Men bu mushukcha ham chiroyli ekan. Hammalarga xayr, sizlar bilan Roblox kanali bo'ldi.